Assalamu alaykum, to'rdagi barliq kitob anglag'uvchi do'stlar. Biz Abdushukr Muhammad yozgan Kurash o'lmaydi degan aslimini o'qiyotimiz. Bugungi tema Sultonjon tutqunda. Sultonjon 1969-yilning oxiri tutqun qilindi. Tutqun qilinganlar ayni chog'dagi Kucha nahiyalik jamoat xavfsizlik idorasining boshlig'i Juma Savud boshliq, Mijid Osman, Hasan Ali, Aziz Abdurahim, Abla Qodir, Rahmonjon va Sultonjon qatorliq 7 kishi edi. Sud mahkamasining oilasiga bildirgan sud hukmida ularga bekitilgan jinoyat Urumchiga qonunsiz holda qurol yo'tkash bo'lib, oldiga 20 yillik, keyniga 2 yillik qamoq jazosi berilgan edi. Bu chaqda Kurash 11 yosh, Gulshan 7 yosh, Munavvar 3 yosh edi. Tillaxon 4-balaga homildor edi. Kurash balalarning cho'ngi bo'lg'ashqa, opisi Tillaxonga yordamlashib, ukalarining holidan xabar oladi. Oilaning muqim iqtisodiy kirimi bo'lmaganligi uchun atiki kunning seriqiga telmirib, bir kun to'q, bir kun och holatda kun o'tkazayotdi. Sultonjon turmaga hukm qilingandan keyin kadrlar rayondagi Xitoylar ularga hömiyib qarashdan bevosita dushmanlik qilishga o'tgan edi. Fursat topsalar ko'ch-ko'ylarda kurash va kichik ukalarni urib oladi. Ba'zida bo'yisiga tosh va xish parchalarini etib, eshik derizalarini chiqib o'tadi. Ularning nazarida bular o'ngchi, yerlik millatchi bo'lib, kommunistik hokimiyatning qabih dushmani edi. Shunga ular xohlagancha bo'lsa qilsa bo'laveradi. Bu ishlarni na jamoat xavfsizlik idorasiga, na sudga arz qilolmaydi. 1970-yili 3-oyning 19-kuni Tillaxon bilan Sultonjonning 4-farzandi Amangul dunyoga keldi. Kunini aran o'tkazayotgan bu oilaga nisbatan bu balani ay qilish ancha oson emas edi. Balalar kichik bo'lganligi uchun Tillaxon tug'ut o'rinda 1 soatmi yotmadi. Belini potida tingib, yanala kundalik hayotning g'imiga kirib ketdi. Qo'llarini egiz ko'tarib, Allohdan farzandlarga rizq tiladi. Kurash kun bo'yi ko'chada tenab yurib, so'ngak, mis va tumir parchalarini terib, topgan ozroq puliga qand yoki shakar ilib, uyda pavoda yasashni sinoq qiladi. Muvaffaqiyatli bo'lganlarini sirtqa elib chiqib, boshqa mahalladagi Uyg'ur bolalariga sotadi. Yaxshi bo'lmaganlarini uyda ukalari bilan yeydi. Kurash garchi maktabda tuzuk o'qimagan bo'lsa-mu, ammo o'zi tunishadigan va aralashadigan Uyg'ur bolalarining orasida yetakchi edi. Hammasi so'zini anglaydi. Balalar o'ynaydigan o'yin topolmaganda, Kurash balalar o'ynamagan o'yinlarni tepib, o'yinga uyushtiradi. Billa o'ynaydigan balalarning orasida tang demakliklarmi, yeshi cho'nglarmi bor edi. Biroq hammasi o'yinga kelganda Kurashning so'zini anglaydi. O'rinlashtirishiga bo'ysunadi. Shunga Kurash kadrlar rayondagi balalar bilan emas, boshqa mahalladagi balalar bilan birga o'ynaydi. Mahallasida amal bar boshqalarning ko'zga chiliqmaslik uchun ko'p sirtqa chiqmaydi. Sirtqa chiqsa-mu, g'ippida mahaldan yiroq ketadi. Qaytib kelgandimi, haylab turib uyga kirib oladi. 1971-yilning yoz fasli. Kadrlar rayondagi Xitoy kadrlarining bolalari uyga tosh kesak etib, Kurashning beshini yeriyotgan edi. Tillaxon balalarning bexatarlik uchun kadrlar rayondagi uyini tashlab, Kuchaning Soxo rayonidagi tuqunining uyiga ketishga majbur bo'ldi. Soxo yezisi Kuchaning eng janubidagi Tarim cho'ligiga ishkirlab kirgan to'g'roq zarliqning ichidagi bir yeza edi. U yerda Kucha Karkul qo'y fermasi bo'lib, Kucha qo'lda tera ko'rpisi ishlab chiqarish bilan dangliq edi. Mahalla atrofidagi keng ketgan to'g'roq zarliq odamga ajoyib sirliq tuyg'ularni beradi. Bu yerda zamin kengri, mol chorva mo'l bo'lganlikdan sirt, ovlab yeyishga bo'ladigan yovvoyi hayvonlarmi ko'p edi.
Öydə yemək içmək bolmagan təqdirdimi bir mezgil ovchilik bilanmı jan baqqılı bolatdi. Bulubmu bu yerning yava toshqanlari bilan qirg'ovullari dangliq edi. Biroq shaharda kunib qolganlar bu yerning suyi bilan pashisiga ko'nalmaydi. Bu yerda iqin suv manbasi bo'lmaganligi uchun kishilar asosan quduq ko'lab suv chiqaradi. Quduqdan chiqqan sular bakla tuzliq bo'lib, bevosita ichgili bo'lmaydi. Bir qancha qitim qaynatib, süzüldürüp, andın içetdi ve tamakka işiltetdi. Tamak etkende asasen tuz işiltilmeydi. Onundan qalsa, bu yerning paşları bek çoğun bulup, paşıga sezgur adamlar bir qancha kun içtidila paşının dəstidən üstü bişini paşa yarısı qaplap, ağırıp qalatdi, bəzide bezgek kesilgimi giriptar bulup qalatdi. Lekin bir mezgil turgandan keyin bu sharoitqimi asta kunib qolatdi. Kurash Soxoda ufqlari bilan nihoyat ko'ngilli yashidi. O'z bilan tang dematlik tuqqanlarining bolalari bilan chiqishib ketdi. Gerçi pashining azobini bir mezgil tartgan bo'lsa-mu, keyincha uningimi kunib ketdi. Kunduzi zeriksa to'g'roq zorliqqa kirib, salg'a bilan to'shqan ovlab o'ynaydi. Qursqi açsa etizin qo'g'in uzib yeydi. Bu yerning yeri sho'rliq bo'lg'ashqimikin, qo'g'in bek o'xshaydi. Uning ustiga hozir qo'g'in pishiqi vaqti bo'lg'ashqa, yaxshi pishqan qo'g'inlarni tanlab yegilib bo'ladi. 1971-yili 9-oyda shahardan Soxo yezisiga bir odam chiqdi. Bu odamning uchisida ko'narab ketgan maysirang kiyim, beshida odatdagi shapka, soqollari qirilmagan, o'ruqlab ko'zlari ichiga o'ltirishib ketgan edi. Balalarning hech qaysi bu odamni tunimadi. Hatto kurashmi tunimadi. Faqat balalarning uchinchisi bo'lgan Munnavarni balam deb qo'liga elib ko'targandila, kurash bu odamning dadisi ekanligini qiyos qildi. Tillaxon va boshqa tuqqanlar chiqib Sultonjanni qarshi oldi. Amangul Sultonjan turmiga kirgan yili tug'ilganligi uchun bu tunji qitim ko'rishi edi. Shunga balalarning ichida kurashdan boshqasi dadisidan yidirqab ancha yepishmay turadi. Sultonjan bu yerga turmadan chiqib kelgan edi. Uning 18 oylik turma hayoti tamomlanib butunlay ozod bo'lgan edi. Tema G'uljaga safar. Ular Soxoda yana bir oycha turdi. Shahar ichida ularga hayotini qamdug'idek bir imkoniyatning yo'qligi ayon edi. Oxiri Tillaxon G'uljidagi aksi Osmonjonning hiniga berish maslahatini berdi. Tillaxonning aksi Osmonjon avtonom rayonlik kadrlar nazoratidan tuvanga tushirilgan kadr bo'lib, Jiliyuzi nahiyasining Chulunqay yezisida turadi. U zamonlarda G'uljaga berish uncha oson emas edi. Qatnash topmoq bek qiyin edi. Uning ustiga Kuchadan G'uljaga boradigan muzdava yo'li texi echilmaganligi uchun Bugur, Korla, Qor shaharlardan o'tib, Xotunsumbul, Yulduz, o't ketgan ko'vruk orqali davondan o'tib o'rmonga tushadi. Andin Naral, Aral to'pa, Ziktinini bisib o'tib G'uljaga boradi. Ular nahiya bozorida mashina remont qiladigan tunishining yordami bilan 10-oylarning 5-ida G'uljaga qarab yo'lga chiqishga muvaffaq bo'la oldi. Qora shaharga kelganda mashinadan chataq chiqqanligi uchun mashina davomli oldiga qarab safarini davomlashtira olmadi. Ular Qora shaharda mashina kutib saq bir oy turib qoldi. Oxiri Allohning rahmati bilan G'uljaga paxta to'shiydigan bir yuk mashinasini topdi. Şoför qo'pol va hakkavur bir odam bo'lib, hech qaysining kepinkida o'ltirishga ruxsat qilmadi. Paxta besilgan kozubning o'ttirsidan yer ajirtib berdi. Hammasi shu yerda o'ltirdi. Ustiga berzin yapdi. Mashina yulduzdan o'tib, o't ketgan ko'rikka kelganda, ustiga yepib qo'ygan berzinning bir tarafi yeshilib ketib, shamolda u yoqqa bu yoqqa uchqili turdi. O't ketgan ko'rik davoning boshlanish nuqtasi bo'lib, bu yerda kuzda va qish fasllarida shamol qattiq chiqadi. Hozir kuz mezgili bo'lganligi uchun havo sovuq edi. Uning ustiga
Birzinning shamolda to'xtamay lapildishi shamolni udul ekilib odamning yuziga uratdi. Paxtaning daldısida to'nglab o'ltirgan bu bir oila kishilari Birzinning to'xtamay lapildishidan jah to'ygan edi. Sultanjon va Tillaqonlar lapildayotgan Birzinning uchini necha qitim tutishga tirishib boqqan bo'lsa-mu, ammo shamol bek kuchlik bo'lg'achqa tutishga imkon qila olmadi. Ata-onasining Birzinning uchini tutishga tirishayotganligini ko'rgan Kurash Birzinning kelishini paylab o'ltiratdi. Tuyuqsiz Birzinning metal bilan qoplangan to'shigi bar uchi kelib Kurashning beshiga tegdi. Og'riqdan Kurashning ko'zlaridan o't chiqib ketgan bo'lsa-mu, ammo chaqqonlik bilan Birzinning uchini tutib oldi. Kurash Birzinni bo'ysundira olmayman deb o'ylagan edi. Biroq shamol ziyoda kuchli bo'lganligi uchun Kurash Birzin bilan birga mashinaning teshiga uchib chiqib ketdi. Sultanjon darhol mashina kepinkisining orqasiga urib, mashinani to'xtatmoqchi bo'ldi. Biroq shopra mashinani to'xtatishga urinmadi. Kurash Birzinni quvvatmaganligi uchun texcha Birzin bilan tang havoda laylab yuratdi. Keyin Sultanjon mashinaning kepinkisini urivergachga shopir mashinani to'xtatdi va Kurashning yeshilib ketgan Birzin bilan tang havoda lapildab turganligini ko'rib cho'chib ketdi. Shamolning kuchligidan mashinaning ustiga chiqib Birzinni tutish mumkin emas edi. Ular maslahatlashib Sultanjon yukning ustiga chiqdi. Shopur Sultanjonning putini tutib yukinib o'ltirdi. Sultanjon Birzinning qo'li yetgan yeridan tutib, asta-asta Kurashni tortib tushirdi. Andin Birzinni qaytadan bog'ladi. Sultanjon bilan Kurash kepinkiga kirib o'ltirdi. Ular davondan o'tib o'rmonda qo'ndi. Andin ziktida bir kun to'xtab, G'uljaga kirib ketdi. G'ulja bilan Jiliyuzning orlig'i ancha yiroq emas edi. Yo'lda shaharga kirib chiqqan harvolarni uchrab turadi. Shunga ularning Chulun qaydagi Osmonjonning yiniga berishi ancha qiyinga to'xtamadi. Shunda qilib bu aslimalarni o'qishimiz bu yergacha bo'ldi. Davomini kelar qitim o'qiymiz. Xayr xo'sh. Serdap bulup yürümen Burdunan jütelmey Burdunan jütelmey Aşkın boldu namımı Men çegreden ötelmey Şunda sersan jürüydü Balangdan la vatenge Balangdan la vatenge Vatan digen kızga Toymay karayme Bayrak tutan kollarını Süyüp yalayme Bayrak tutan kollarını Süyüp yalayme Vatanimin hidini Toymay purayme Oğlum bugün dedinde Sarangdan la vatenge Sarangdan la vatenge Oğlum bugün dediğinde Sarangdan la vatenge
sarang denla vatenge